Rasman pensiya va nafaqalar 1-iyuldan, ish haqqi va stipendiyalar 11-avgustdan 10% ga oshiriladi. Prezident farmoniga muvofiq 2025-yil 1-iyuldan boshlab pensiyalar, nafaqalar hamda kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqalari va moddiy yordam to'lovlari 10% ga oshiriladi. Yoshga doir eng kam pensiya 918 ming so'm, nogironlik pensiyasi 1 12 ming so'mga tashkil etiladi. Kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasining har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzandi uchun 360 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzandi uchun 275 ming so'm, oilaning eng kichik farzandi uchun qo'shimcha 165 ming so'm, oilaning 3 va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 110 ming so'm. Kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 420 ming so'm etib belgilandi. 2025-yil 1-avgustdan boshlab budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi va stipendiyalar miqdori ham 10% ga oshirilishi belgilandi. Ya'ni mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori amaldagi 1 155 ming so'mdan 1 271 ming so'mga oshirildi. Mazkur chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun talab etiladigan mablag'lar davlat budjeti hamda pensiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplanadi. Bundan tashqari, xususiy sektorda ishlovchi fuqarolarimizning ham to'lov qobiliyatlarini rag'batlantirish uchun ish beruvchilarga ish haqqi miqdorini mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan kam bo'lmagan miqdorlarda to'lash tavsiya etilmoqda.